tahlil qilishda birinchi qadam, ya'ni g'azal muallifiga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni g'azal muallifi kimligi siz uchun aynan muhim qism. Ya'ni o'sha g'azalni kim yozgani, qaysi davr ijodkori, qaysi jarayon, qaysi ijtimoiy muhit, qaysi deylik davrga aloqadorligini anglashingiz uchun bu anchayin kerak narsa. Deylik ushbu g'azalimiz berildi mana. G'azalning muallifi Navoiy hazratlari. Hazrat Navoiy ijodiga mansub bo'lgandan keyin, demak, davr 15-asr. Ijtimoiy muhitni ham bilasiz. Temuriylar davri adabiyoti. Endi bu lirik qahramonni aniqlash uchun ayniqsa kerak. Chunki turli xil ijodkorlarda lirik qahramon turlicha gavdalanadi. Navoiy lirik qahramoni albatta o'sha islomiy e'tiqodlardan uzoq bo'lmagan shaxs bo'ladi. Endi g'azalda avvalambor qofiyada so'zlarni ko'ramiz. Qofiyada so'zga qarang. Savollar tashlamaymizmi sizdan? Savollarda Samandar aka savollar tashlab bering. Kanalimizda, Telegram kanalimizga 10 dona yopiq savollar tashlab qo'yibmiz. Mana shu g'azallar bo'yicha, ya'ni shu g'azal tahlili bo'yicha. Siz darsimizda diqqat bilan o'tirib, Telegram kanalimizdagi yopiq savollarni ishlab va ularga javob berasiz. Birgalikda o'sha savollarni javobini ko'rib olasiz. Ya'ni bizni g'azal tahlilimizga qanchalik tushungan yoki tushunmaganligingizni o'sha savollarga bergan javobingizdan ko'rib olamiz. Xo'p, avvalambor qofiyadosh so'zlar jahonga va osmonga so'zlar qofiyadosh so'zlar matlada. Ya'ni birinchi baytda tushdi o't so'zlari takroriy kelayotgani uchun bu radif deyiladi. Endi qofiyadosh so'z ketdimi? Qarang. Ikkinchi baytda bexonimong'a so'zi. Uchinchi baytda karvonga so'zi qofiyada kelyapti. Endi qofiya mana shu ekan. Demak, g'azalning qofiyadosh so'zi mana ostiga chizgan so'zlarimiz. Xo'p, aynan qofiya nima desangiz, qofiya g'azalni boshqaruvchi birlik. Ya'ni g'azalda eng asosiy aytilishi shart bo'lgan yoki aytilishi zarur bo'lgan bir so'zlarni shoir ijodkorlar qofiyada keltirib o'tadi. O'shaning uchun ham qofiya shunchaki bir-biriga ohang, jahon, osmon, bexonimon, karvon deb turib bir-biriga ohang kasb etish shart emas. Unda ma'no, ya'ni aytilmoqchi bo'layotgan asosiy fikr mana shu qofiyada berib o'tiladi. Agar e'tibor bering, mana shu she'rni biz bir tulpor deb tasavvur qilsak, g'azalni tulpor ot desak, o'sha tulporni minib boshqarib ketayotgan odam bo'ladi, ya'ni chavandoz. Aynan o'sha chavandoz otni boshqaradimi? Xuddi shunday bu g'azaldagi tulpor desak, buni g'azalda boshqarayotgan qism bu qofiyasi edi. Demak, ana shunchalik muhim qism qofiya. O'shaning uchun ham sertifikat imtihonlari 43-savolda qofiya bo'yicha savollar har doim bizga kelib tushib turibdi. Endi qofiyadosh so'zlarda tirgak tovush degan narsa bor, ya'ni bu narsa raviy deb ataladi. Xo'p, raviy, hammangiz xabaringiz bor bu narsadan menimcha. Raviy qayerda bo'ladi? Raviy qofiyadosh so'zning o'zagida oxirgi tovush bo'ladi. Demak, jahonga so'zda o'zak jahon, osmonga so'zda o'zak osmon, bexonimong'a so'zda o'zak bexonimon, karvonga so'zda o'zak karvon. Demak, o'zakda qaysi tovush bilan tugayapti? N tovush bilan tugayaptimi? Demak, bu yerda raviy n. Raviydan keyin ga jo'nalish kelishining badiiy tarixiy g'a shakli kelyapti. Mana e'tibor bering. Demak, bu narsa raviydan keyin kelayotgani uchun mutlaq qofiyani shakllantirgan. Mutlaq. Shunaqa qilib yozib qo'yaylik, ko'rinadi. Mutlaq qofiyani shakllantirgan. Endi doimiy qofiyadan keyin takrorlanib keladigan so'zlar bor-da, bular radif deyiladi, mana shu so'zlar. Shu radif. Radif so'zi arabchadan olingan bo'lib, ergashish, izdan borish degan ma'noni bildiradi. Xuddi o'sha butun g'azalda agar tulpor ot degan bo'lsak, o'sha g'azal tulpor otni boshqaruvchi qism bu qofiya degan bo'lsak, tulporni boshqarib ketayotgan odamning orqasiga mingashib, qo'shimcha bo'lib minib olgan odam singari biz radifni tushunishimiz kerak. Demak, radif mana shu narsa. Radif qofiyadan keyin takror keluvchi so'z va so'zlar birligi ekan. Radifning tuzilishiga ko'ra ikki xil turi bor: sodda radif va yoyiq radif. Bu yerga qarasangiz, mana tushdi o't ikki so'zdan iborat bo'lgani uchun bu yoyiq radif deb belgilab o'tamiz. Ya'ni radif ikki so'zdan iborat, yoyiq radif. Matlarga qaraymiz. Lolazor ermaski ohimdin jahonga tushdi o't. Mana bu yerda bitta hukm bor, qarang. Lolazor emas deyapti. Demak, biz ko'rib turgan narsani lolazor emas deb mana belgilab o'tdik. Gapning kesimi. Ohimdan jahonga o't tushdi axir deyapti. Demak, mana qirlarda yonbag'riga borsangiz, qarasangiz, demak qip-qizil lolalar qir bag'rida ochilib yotgan bo'ladi. O'sha
Shoir aytyapti, o'sha qirlar bag'rida qip-qizil ochilgan lolalar bu shunchaki lolalar yoki lolazor emas. Bu mening ohimdan, mening nolamdan butun jahonga, olamga tutashgan nima edi? O't, olov edi deyapti. Demak, lolazorni inkor qilib, o't, olov deya o'zining ta'kidini berib o'tyapti shoir bu yerda. Demak, lolani qaysidir aniqrog'i, lolani mubolag'aviy tasvirda oshiq o'zining o'tiga o'xshatyapti. Bu demak tashbih bo'ladi. Ketdik, tashbih. Demak, lolazor emas. Lolazordan qaytdikmi? Lolazor emas. Mana bu emas so'zdan keyin qaytish bor mana shu yerda. Mana shu nuqtada ruju sanat kelib chiqyapti. Ruju sanati bor. Ya'ni lolazor emas. Bu mening ohimdan tutashgan o't. Va rujudan keyin bu yoqda mubolag'a bor. Ya'ni bo'rttirish. Mubolag'a bor. Ikkinchi misrani qarang. Yo'q shafaqkim bir qiroqdan osmonga tushdi o't. Shafaq bu ufuq, ya'ni quyosh botadigan qism, joy. Yo'q shafaqkim, ya'ni shafaq emas. Shafaq emas, qip-qizil bo'lib turgan bu ufuq shafaq emas, balki qiroqdan osmonga tushdi. Ya'ni ko'z qarashingdan osmonga o't tutashdi. Demak, shoirning nazarida o'z yorining ma'shuqasining ko'z qarashlaridan osmoni falakka o't tutashib ketdi. Bu osmoni falakka o't tutashishi bu mubolag'a. Va mana bu yerda ruju, ya'ni shafaqni inkor etib, ma'shuqaning ko'z qarashlaridan osmonga o't tutashdi deb ketish, bu ruju. Va mana bu ufuqni, ya'ni shafaqni mana bu yerdagi o'tga o'xshatib ketyaptiki, bu narsa tashbih hisoblanadi azizlar. Tashbih. Demak, baytda ruju, mubolag'a, tashbih har ikki misrada birdek aks etgan. Demak, birinchi baytda tabiiy hodisalarga e'tibor bering. Qip-qizil qir bag'ridagi lolalar, oshiqning aytishicha, bu oddiy lolazor emas. Mening ohu nolamdan paydo bo'lgan olovlardir ular deyapti. Demak, o'xshatishi, tashbihi bor, mubolag'asi bor, rujusi bor. Va sen ko'rib turgan qip-qizil ufuq, ya'ni shafaq, quyosh botayotgan paytdagi holat, bu shunchaki ufuq emas. Bu ma'shuqaning ko'z qarashidan osmonga o't tutashganidir deb. Bu ham mubolag'a, ruju, tashbihni qo'llab o'tyapti. Birinchi bayt matlabimiz tahlili xuddi shu yo'sinda amalga oshirildi. Ikkinchi baytga o'tamiz. Dedilar el xonumonini o'rtar ul ruxsor o'ti. Ya'ni ul ruxsor ma'shuqaning demak o'zi ta'kidi. Ul ruxsor ma'shuqa. Dedilar el xonumonin o'rtar ul ruxsor o'ti. Ya'ni u ma'shuqaning yuzi, ya'ni go'zalligi elning xonumonini, ya'ni elning bor u yo'g'ini nima qiladi? O'rtaydi. Ya'ni o'rtar kesim. Elning xonumonini to'ldiruvchi. Ruxsor o'tib ma'shuqaning yuzi mana bu. Endi savol sizga, yuzida o't olov bormi? Yo'q, yuzida o't olov bo'lmagandan keyin bu mana bu istiyora badiiy san'atini yuzaga chiqaryapti. Aslida yo'q narsani mavjud bor narsaga qiyoslab o'tish. Ma'shuqaning yuzi o'ti, ya'ni bu yerda u asli yuzi o'timi? Yo'q, go'zalligi ma'nosida kelyapti. Demak, ma'shuqaning go'zalligi elning butun xonumonini o'rtaydi, ya'ni yoqadi. El kim bu yerda? Bu yerda el, mana e'tibor bering. Barcha oshiqlar. El barcha oshiqlar. Demak, elning xonumonini, ya'ni bor u yo'g'ini ma'shuqaning go'zalligi, yuz o'ti ifodasi, istiyorasi o'rtaydi, ya'ni azoblaydi deyapti. Bu so'z eshitgach, ya'ni mana shu yuqoridagi so'zni eshitgach, meni bexonumonga tushdi o't. Ya'ni bu bilan nima demoqchi? Ma'shuqa boshqalarning demak xonumonini, ya'ni bor u yo'g'ini o'rtashi uchun nima qilish kerak? Yuzdagi pardani, yopinchiqni olib tashlash kerak. Demak, o'sha boshqa oshiqlar ma'shuqaning yuzini to'g'ridan to'g'ri ko'rish kerak va natijada ma'shuqaning yuzini boshqa oshiqlardan qizg'angan, demak, lirik qahramonning demak qalbiga o't tushyapti. Ya'ni qalbi aynan o'sha rashkdan nima deydi? Azobda. Va o'zini bexonumon deb o'tyapti. Oshiq o'zini bexonumon deb, o'zga oshiqlarni esa xonumonli deb ta'riflayapti. Mana shu o'rinda tazod bor. Yaxshi, tazod. Xo'p,
Demak, oshiqning butun bag'ri nimadan? Rashk tufayli o't tutashdi oshiqning bag'riga. Va o'sha o'rinda mubolag'ani bevosita aytib o'tishimiz mumkin. Xo'p, menimcha savollar kelishi to'xtagan. Xo'p, 3-baytga o'tamiz. Orazingning lam'asi kuydirdi sabrim haylini. Bu yerda bir qancha bizga notanish so'zlar borda, o'shalarni ko'rib o'tamiz. Lam'a degani bu shu'la, ya'ni o'sha nima deydi? Yorug'lik. Lam'a bu shu'la. Shunday desak bo'ladi. Shu'la. Ya'ni o'sha shamning yorug'ligi, lampaning yorug'ligiday narsa. Orazingning shu'lasi, ya'ni yuzingning shu'lasi sabrim haylini kuydirdi. Hayl bu to'da degani. Yoki askar ham bo'lishi mumkin. Demak, sening yuzingning shu'lasi mening sabrim to'dasini kuydirdi. Demak, oshiq sabr qilib turgan edi shu paytgacha, shu chog'gacha. Va ma'shuqa yuzni ochgandan keyin yuzidagi oqlik go'yo shu'laday bo'lib, oshiqning sabrini kuydirdi. Endi oshiq besabrga aylandi. O'sha davrgacha sabrli edi lekin. Demak, ma'shuqaning shu'lasi, yuzining shu'lasi bu mubolag'a. Bundan tashqari Xorazmning shu'lasi kuydiryapti. Bu demak tashxis. Mubolag'a. Va sabr hayli, ya'ni sabrining to'dasi bormi? Bu istiyora. Yaxshi. Bu istiyora san'ati hisoblanadi. Davom etamiz. Barqi ofat chaqilib ul karvonga tushdi o't. Barq bu chaqmoq. Barqi ofat chaqilib, ya'ni ofat chaqmoqlari chaqilib karvonga o't tushdi. Endi cho'li sahroni eslab ko'ring. Cho'li sahroda chaqmoq chaqsa, karvonda ketayotgan o'sha jonivorlarga chaqmoq kelib tegadi-da. O'sha holatni eslab ko'ring. Ya'ni ofat chaqmog'i chaqilib karvonga o't tushdi. Ya'ni karvonga yona boshladi deyapti. Endi bu yerda qarang. Barq bu chaqmoq bo'lsa, ajoyib bir o'xshatish bor, yaxshilab ko'rib turasizlar. Barq bu chaqmoq va o'sha barqni shoir ma'shuqaning yuzining shu'lasiga o'xshatyapti. Bu bitta tashbih hisoblanadi. Va bundan tashqari karvonni ma'shuqaning sabriga o'xshatyapti. Ya'ni karvon sekin harakat qilib boradimi? Karvon umuman shoshmasdan yurib boradimi? Ma'shuqaning oshiqning sabri ham xuddi shunday sekin harakat bilan davom etayotgan edi. Lekin ma'shuqaning yuzidan chiqqan shu'la oshiqning sabr haylini, sabr to'dasini chilparchin qildi, kuydirdi. Bu xuddiki o'sha cho'lda, deylik, sahroda chaqmoq chaqsa, karvonga o't tutashgani kabidir deydi. Endi karvon cho'lda chaqmoq chaqib karvonga o't tutash holatini shoir mantiqan misol tariqasida keltirilyapti. Bu narsa mana bu badiiy san'at yuzaga chiqaradi. Tamsilda, ya'ni hayotiy misol keltirib o'tyapti. Ya'ni cho'lda chaqmoq chaqsa karvonga o't tutashadi. Bu tamsil. Chunki qumlarga o't tutashmaydi-ku. Xo'p, yaxshi. Navbatdagi baytga o'tamiz. O'qlaring ko'nglimga tushgach kuydi ham ko'z ham badan. Demak, bu yerda o'qlar so'ziga qaraylikda, o'qlar so'zi majoziy olinyapti. Bu yerda o'q degani bu qarash ma'nosida kelyapti. Qarash. Ya'ni oshiqqa ma'shuqa qaradi. Oshiq aytayaptiki, o'qlaring ko'nglimga tushdi. Ya'ni oshiqning ko'ngli mana bunaqa bo'ladi-da, endi o'ylab ko'ring. Taxminan sizlarga juda rassom emasman. Xullas, mana shunaqa bo'ladi ko'ngil. Ya'ni yurak. Oshiqning qalbiga ma'shuqaning o'qlari, ya'ni qarashlari tushdi va natijada oshiqning ham ko'zi, ham badani kuydi. Kuydi ham ko'z, ham badan. Mana bu yerda ta'did san'ati bor. Ta'did. Xo'p. O'q so'zi orqali biz qarashni tushuncha sifatida olyapmizmi? Bu bo'ladi istiyora. Istiyora badiiy san'ati bor. Xo'p, endi qarang. Va mubolag'a. Sening o'qlaring mening ko'nglimga, qalbimga tushgach, mening ko'zim ham, badanim ham, butun tanam ham kuydi. Kim? Ya'ni kim so'zi bu yerda go'yo ma'nosida kelyapti. Go'yo ma'nosida kelyapti. Mana shu kim so'zini ba'zan chunki, ba'zan go'yo ma'nolarda ishlatasiz. Alohida o'zining bir konkret ma'nosi yo'q. Kim kuyar ho'lu quruq. Mana o'lu so'zi ho'l ma'nosida kelyapti. Kim kuyar ho'lu quruq chun naistonga tushdi. Naiston bu qamishzor. Qamishzor. Demak, qamishzorga o't tushsa, ya'ni olov tushsa, nima qiladi? Ho'l quruq baravar yonadi. Demak, mana bu yerdagi ho'l
Ho'l so'zi bu yerdagi mana oshiqning ko'ziga va mana bu yerdagi quruq so'zi esa oshiqning butun badaniga ishora. Xuddiki qarang. Ma'shuqaning ko'z qarashi oshiqning ko'ngliga tushgach, ya'ni oshiq ma'shuqaning ko'zlarini, butun yuzini ko'rgach, qarashini his qilgach, ko'zi ham badani ham kuyadi. Bu xuddiki go'yoki Naiston, ya'ni qamishzorga o't tushsa, qamishzordagi ho'l quruq narsa baravar yonadigan holatga o'xshaydi deyapti. Demak, qamishzorga haqiqatan o't tushsa, ho'l quruq baravar yonadimi? Bu nima bo'ladi? Tamsil bo'ladi. Va yana e'tibor bering. O'rmonga o't ketsa, ho'l quruq baravar yonar degan bir bizdagi maqolning qadimiy ifodasini ham ko'ryapmiz. Bu irsoli masalni ham yuzaga chiqaryapti mana shu yerda. Ham tamsil, ham irsoli masal. Irsoli masal. Irsoli masal o'sha maqol qo'llab o'tish. Tamsil hayotiy misol qilish. Haqiqatan o'sha qamishzorga o't tushsa, ho'l quruq baravar yonadi, bu tamsil hisoblanadi. Va aynan maqolning qadimiy shaklini ham ko'rib o'tamiz bu yerda. Xo'p, endi shu yerda ho'lni oshiq o'zining ko'ziga, quruqni esa o'z badaniga o'xshatyapti. Bu yerda tashbih badiiy san'ati ham bor. Istiora, ta'did, ikkita o'rinda tashbih, tamsil, istiora badiiy san'atlari bor ekan. Qadrli kuzatuvchilar. Davom etamiz. Sovurib gul xonimoninmi quyun rangin ekan. Ya'ni sovurib gul xonimoninmi gul quyun rangin ekan. Ya'ni xo'p, xonimoni bori yo'g'i ma'nosida kelyapti. Gul o'zining bori yo'g'ini sovurdi quyunda. Quyun bu shamol ma'nosida kelyapti, o'sha shamolda. Shamol gulning bori yo'g'ini sovurdi, ko'kka sovurdi. Gulni to'zg'itib tashladi, gulni o'z o'rnidan siljitdi ma'nosida kelyapti. Endi yo falak bedodidan sarvi ravonga tushdi o't. Yoki deyapti, e'tibor bering. Shunchaki quyun emas, falakning bedodidan ana u sarvi ravonga o't tushdi. Ya'ni qarang, sarv daraxti doimo yashil va doimo tik o'sadigan. Hattoki falakning dodidan o'sha sarviravonga o't tushib, sarviravon kuyib tugadi, tamom bo'ldi. Ya'ni bu ishqning shu darajada og'ir holat ekanligini ko'rsatib o'tyapti. Demak, falakning bedodi bu mubolag'a. Mubolag'a. Sarviravon bu haqiqatan sarv daraxti. Endi yuqoridagi gul, umumiy quyun, mana bular umuman tanosib. Tanosib badiiy san'at hisoblanadi. Xo'p. Bundan tashqari yana e'tibor beringlar. Oddiy bir holat bor, qarang. Gulning xonimonini quyun shamol so'rgi. Haqiqatan hayotda bog'da shamol tursa, umuman hayotda shamol tursa, bog'dagi gullarni to'zg'itib va barglarini, yaproqlarini uchirib u tomondan bu tomonga to'zg'itadimi? Bu demak tamsil vositasida ifodalanyapti bu yerda. Keyingi qism bu maqtadan bitta oldingi bayt, ya'ni begona bayt deb ataladi. Kuydi o'ldam, qarang. Kuydim o'ldam kim? Ya'ni o'sha davrda men kuydim, ya'ni men shu holatda yondim, oshiq aytayapti. Yuz ochding xalqni kuydirgali. Qarang, ikkita bir-biriga qarshi holat bo'lgan. Oshiq aytayapti. Sen yuzingni nima maqsadda ochding? Maqsadi nima edi mana bu yerda? Maqsadi nima edi? Qarang. Ma'shuqa paranjida bo'ladi o'sha davrda. Paranjini ochishidan maqsad xalqni kuydirish. Xo'p, bu yerdagi xalq kim? Xalq oshiqning raqiblari, boshqa oshiqlar, ma'shuqaga boshqa oshiqlar. Masalan, o'tgan kunlar romanida olib qarasak, xalq bu yerda Xomid va Xomidga o'xshaganlar bo'lishi mumkin. Lekin oshiq, e'tibor bering, sen o'zga xalqni kuydirgani yuz ochgan eding. Bundan o'zga xalq emas. Uldan men kuydim deyapti. Ya'ni demak, mana shu o'rtada demak tazod yuzaga chiqyapti. Tazod badiiy san'at yuzaga chiqqan. Davom qilamiz. Elga o't solding vali. Vali ya'ni valekin ma'nosida kelyaptimi? Demak, bu ham tazod yuzaga chiqaradi. Elga o't solding. O't so'zi qarash. Elga o't solding, ya'ni elga qarading. Va lekin men novatonga o't tushdi. Bu yerda ham tazod. Demak, tazodni ikkinchi marta ko'ryapmiz bu yerda. O't so'zi qarash deb olinishi uchun bu istiyorani yuzaga chiqargan. Istiora badiiy san'ati. Xo'p. Demak, yana ham qaytadan ko'rsak, oshiq aytayapti. Men butun qalbim, bag'rim kuydi, yondi o'shadam. Qachon? Sen o'zga xalqqa yuz ochding o'sha paytda. Sen rashkdan men qalbim kuydi.
Sen rashk qilish natijasidan. Elga o't solding, ya'ni elni kuydirmoq uchun sen o't solding elga. Lekin men notavonga o't tushdi. Va bu yerda tazod ikki o'rinda ko'rinadi. Istiyora o't so'zida, ya'ni shunchaki u olov emas, balki qarash, ko'z qarashi, qiyofa ma'nosida kelyapti. Go'zalligi ma'nosida ham kelayotgan bo'lishi mumkin ehtimol. Va begona baytdan keyin maqta keladi, ya'ni tugallanma baytimizda shoir, e'tibor bering, o'z taxallusini murojaat tariqasida ishlatyapti. Ey Navoiy, bu yerda demak shoir o'z taxallusini murojaat qilib o'tishi natijasida nido badiiy san'at yuzaga chiqadi. Bilki ohi chekmisham beixtiyor, ya'ni beixtiyor, besabab, o'zim xohlab xohlamay men oh chekaman. Ya'ni lirik qahramon, e'tibor bering, bu yerda lirik qahramon Navoiy bilan bitta shaxs emas. Lirik qahramon boshqa, Navoiy boshqa. Lirik qahramon oshiq bu. Ma'shuqasining dardida u oh chekyapti. Beixtiyor oh chekyapti mana yuqoridagi holatlar tufayli. Va u dardini kimga aytyapti? Navoiyga. Ey Navoiy, men beixtiyor oh chekmisham. Deysalarkim, beshay Mozandaronga o't tushdi. Endi savol tug'iladi. Nima sababdan Mozandaronga o't tushganini ta'kidlab o'tyapti. Mozandaron bilasizlar o'sha qadimgi Xorason hududidagi bir qadimiy viloyat. Nima uchun Mozandaronga o't tushgan? Chunki beshay Mozandaronga o't tushganining sababi oshiqning qalbidagi yori ma'shuqasi Mozandarondan edi. Beshay Mozandaronga o't tushgandan keyin oshiq yoridan tashvishga tushdi va bu o'sha Mozandaron hududidan, demak, hadikda va butun deylik xavotirda, hadik va xavotirda. Demak, nido va Mozandaron so'zini keltirib o'tish bevosita bu yerda talmih badiiy san'atni yuzaga chiqaradi. Eslab qolasizlar. Talmih. Xo'p, azizlar, g'azal tahlili qanday tartibda siz uchun tushunarli, tushunarsiz? Kommentariyalarda, izohlarda yozib qoldirsangiz. Xo'p, matlarni to'g'ri tabdil qiling degan savol qo'ydik mana bu yerda. Matlarni to'g'ri tabdil qiling. Birinchi savol. Shunchaki o'qiymiz, qarang. Sen ko'rayotgan qip-qizil lolalar bu lolazor emas, balki mening ohimdan bu dunyoga, jahonga tushgan o'tdir. Sen ko'rib turgan shafaq, ya'ni ufuq ham bu shafaq emas, balki ma'shuqaning qirog'idan, ya'ni ko'z qarashidan osmonga tushgan olovdir. Mana shunaqa tabdil amalga oshiriladi. Tabdil bu matlarni, umuman har bir baytni tushunarli qilib o'tish ma'nosidagi ifoda hisoblanadi. Ya'ni tarjima emas, bu tabdil. Ikkinchi savol. Matlarda tashbih unsurlarini, ya'ni o'xshamish, o'xshatilmishni toping, 4 ta deyilgan. Mana e'tibor berasizlar. Bu yerda tashbih unsurlari mana lolani o'tga o'xshatdik. Demak, bu yerda lola o'xshamish, o't o'xshatilmish. Lola o'tga o'xshatilyapti. Shafaq o'xshamish. Demak, o'sha osmonga tushgan o't esa bu yerda o'xshatilmish. Lolazor o't, shafaq yana o't. 4 ta tashbih unsuri. Uchinchi savol. G'azal baytlarida tirgak tovushni aniqlang. Tirgak tovushni aniqladik. Jahon, osmon, bexonimon, karvon deganda n tovushlar tirgak tovush bo'ldi. O'sha tirgak tovushda raviyni o'rniga ko'ra qofiya turi. Mana bu yerda aytib o'tdik. Mutlaq qofiya. Agar o'zingiz yozib borgan bo'lsangiz ko'rasiz. Radif turini yozing deyapti. Radifni o'zini emas, turini yozadigan bo'lsak, yoyiq radif yoki qo'shma radif deysiz. Chunki tushdi o't. Ikkita so'zdan iborat bo'lgani uchun yoyiq yoki qo'shma radif deyiladi. Xo'p. To'rtinchisi, matlada, ya'ni birinchi baytda matlada oshiq holatni sharhlash uchun yo'q, emaski so'zlardan foydalanib qanday poetik san'atni yuzaga keltirgan. Mana bu yerdagi, demak, mana bu yo'q yoki emaski yoki mana bu yerdagi yo'q so'zlari bilan ruju san'atni yuzaga chiqargan. Mana bu yerda ham mana buni yozib o'tganmiz, ruju. Inkor etib. 5-inchisi, nechanchi baytda irsoli masal san'ati qo'llangan? Irsoli masalni sizlar bilan ko'rib o'tdik. E'tibor beringlar. Xo'p. Mana 4-baytda mana. O'qlaring ko'nglimga tushgach kuydi ham ko'z ham badan. Ya'ni sen menga qaraganingdan keyin mening ko'zim ham, senga qarab ko'zim ham kuydi, badanim ham kuydi. Bu xuddiki qamishzorga o't tushsa, ya'ni olov tushsa, qamishzorda ho'l ham quruq ham birda yonadi. Xuddi shunday o'rmonga o't ketsa, ho'l quruq baravar yonar degan bir maqolning qadimiy ifodasi bo'lgani uchun irsoli masal, ya'ni maqol qo'llab o'tish holati ko'rinadi shu yerda. Xo'p, 6-savol. G'azalning 4-baytda oshiq o'z ko'nglini nimaga tashbih qilgan? 6-baytni mana ko'ramiz. 6-bayt mana. Xo'p, G'azalning 4-baytdan keyin kechirasiz. 4-baytda oshiq o'z ko'nglini nimaga tashbih qilgan? 4-baytda mana.
Xo'p. Ko'nglimga o't tushdi deyapti. Mana ko'ngilni oshiq. Ko'ngilni Naistonga o'xshatyapti. Nima uchun ko'ngilni Naistonga o'xshatyapti? Chunki ma'shuqaning o'qlari bu yerda pastdagi olovga o'xshatilgan. Oshiqning ko'zi esa mana bu ko'zlarini esa ho'l narsaga o'xshatyapti. Badanni esa quruq narsaga o'xshatyapti. Ko'ngilni Naistonga o'xshatyapti. Nima uchun Naistonga o'xshatadi? Chunki oshiqning qalbi o'sha qamishlar singari quruq edi va qamishlar singari ichi bo'sh edi, ya'ni toza qalb edi u. Shunday ma'noda Naistonga o'xshatdi yoki qamishzorga o'xshatdi deyishingiz mumkin. 7-savol. G'azal baytlarining qaysilarida tamsil san'ati qo'llangan? Demak, tamsil san'ati mana bu yerda o'sha 4-baytda mana qamishzorga o't ketsa, huli quruq baravar yonar. Bu hayotda ham uchraydigan misol. Hayotda mavjud bu holat. Demak, bu tamsil bo'ladi. Va bundan tashqari barqa ofat chaqilib ul karvonga tushdi. Ya'ni chaqmoq chaqsa karvonga o't tushadi. Haqiqatan cho'l hodisasi shunday. Cho'lda mana shu hodisa bo'lishi mumkin. Tamsil bu. 8-savol. Begona baytda oshiq holati va yor maqsadi atrofida qanday badiiy san'at bo'lgan? Qarang. Begona bayt mana. Kuydim o'ldam kim? Yuz ochding xalqni kuydirgan. Ya'ni sen xalqni kuydirish uchun, xalqni yoqish uchun, xalqqa yaxshi ko'rinish uchun yuzingni ochding va buning natijasida men rashkdan kuydim. Elga o't solding. Ya'ni elga sen yuzingni ochib, elga yaxshi ko'rinding, elga qalbiga o't solding. Ya'ni boshqa oshiqlarga. Va natijada men rashkdan notavon bo'lib senga tomoshada qoldim. Ya'niki bu yerda sen men uchun emas, el uchun o'zingni ko'rsatding, bundan men kuydim. Demak, bu zimdan tazod san'ati bo'ladi. Kommentariyada Zafar Elmurodov so'ragan, tazodni qaytadan tushuntiring deb. Mana shu yerda tazod bor. Ma'shuqaning maqsadi boshqa oshiqlarga yaxshi ko'rinish, oshiqning maqsadi esa ma'shuqaga erishish. Ikkalasining maqsadi turli xil, ikki tomonda. Shuning uchun tazod bo'ladi. Zid so'zlar, zid voqelik bor bu yerda. 9-savol. Maqtada lirik qahramon shoir nomiga murojaat qilib qanday badiiy san'atni yuzaga chiqargan? Demak, lirik qahramon ey Navoiy deya o'z dardini unga aytib o'tyaptimi? Bu yerda nido badiiy san'ati, apostrofa ham deysizlar, zamonaviy adabiyotda bilaman. Nido san'ati bu yerda aynan aks etgan. 10-savol. G'azal baytlariga tayanib shoir lirik qahramon sabrini nimaga tashbihlagan va nima uchun shunday o'xshatish qilganini aniqlay deyapti. Demak, sabr haqida gap ketgan. Mana bu yerda e'tibor bering. Xo'p. Xo'sh, mana karvon sabr haqida mana qarang, e'tibor bering. Yuzlaringning shu'lasi, ya'ni go'zalligi mening sabrimni kuydirdi. Sabrimni to'xtatdi, sabrimni tugatdi. Bu xuddi chaqmoq chaqib karvonga o't tushishiga o'xshaydi deyapti. Demak, oshiq sabrni karvonga o'xshatyapti. Nima uchun sabrni karvonga o'xshatadi? Chunki insonning sabri ham bu sekin, ya'ni oshiqning sabri ham juda ham sekin va abadiy edi. Ya'ni uzun edi. Karvon ham sekin harakat qiladi va ancha uzun cho'zilib yuradi-ku. Va karvonni kim ko'rgan? Yugurib ketayotganini. Yo'q. Oshiqning sabri ham o'sha karvon singari, xotirjam o'sha karvon singari, bamayli xotir o'sha karvon singari, demak, uzun va keng edi. Demak, nima uchun degan joyda harakat tezligi degan jumlani kiritib o'tsangiz bo'ladi. Va sabrni nimaga o'xshatgan degan savolga esa sabrni karvonga o'xshatgan. Sabab har ikkisida ham sekin holat amalga oshadi. Mana shu sabab edi. Xo'p.